ko'rib, $10,000 prop shotdan o'tib, shu oy 12% daromad qildim. Inshaalloh $50,000 shot olmoqchiman. Alloh rozi bo'lsin. Never give up. Yana qanaqa kerak? Alhamdulillahi robbil alamin, shu narsalar meni harakatlarim natija beryapti. Bu kim nima, bu nima deb yurgan 2 yil ham o'tib ketdi, lekin mana shu bola qunt qilyapti, ilm olyapti, tushunyapti. Men nima deyapman, tushunyapti. Yozing shu siz o'sha narsalarni nima deganman. Professionalizm boshqa narsa, xom xayol, illyuziyalarga uchmang deganman. To'g'ri maqsad qo'yish kerak. To'g'ri inson oldiga maqsad qo'ysa, o'shandan rivojlanadi deganman. Aka fond bozor va kripto bozorining kelajagini qanday fikr etasiz? Juda rivojlanadi fond bozori va kripto bozor. No, xavflari bor, lekin ishoning bu asnova, bu fond bozor va kripto bozorda kriptoda yo'qolyapti. Kriptolik ya'ni maxfiylik yo'qolyapti. No, kim tushunadi, ichini yaxshi biladi o'sha manerani qanaqa ishlashini, zikeshni qanaqa ishlashini, qanaqa yo'llar bilan o'sha shuffling qanaqa ishlanadi, tushunadi, ular biladi qanaqa ishlashni. No, kriptolik yo'qolyapti, proyektlar aslında RW'ga qarab o'tib ketyapti. Meme coin juda ham urj olgan, hozir avj olgan deydimi. No, в общем, polnotsiyani olsak, AI bilan qo'shilgan holda juda ham katta narsalar bo'ladi. Chunki AI tubdan katta investitsiyalarni tortib keladi fond bozoriga ham, kripto bozoriga ham. Chunki AI ni juda ham massiv ishlatish boshladi va AI proyektlar, AI ni o'sha levellari bor, o'zini o'sha eng pastda data center o'tiradi. O'sha data center nima deyiladi bizga? Data center deylik. Marka data center endi bilmayman, ma'lumotlar bazasi deymizmi? O'shalar o'tiradi. Ularda milliard kompaniyalar qurilyapti. O'zimiz ham shu data centerlar qurilishida polностью ishlayapmiz. Operatsiyonkalari bor, keyin уже ketaveradi levellar tepaga qarab, o'sha odamlar ishlatadigan urovingga qarab. No, juda ham katta kompaniyalar, o'sha Nvidia ni ko'ryapsizlar, yana boshqalarga chiqyapti, Oracle chiqib kelyapti polностью. Juda yana katta kompaniyalar chiqib kelaveradi. Juda katta kompaniyalar chiqib kelaveradi AI tarafdan. AI hamma narsani уже o'zgartirib, даже sug'urtani ham, даже huquqni ham hamma tarafdan o'zgartirib kelaveradi endi. Assalomu alaykum, iltimos meni shogirdlikka oling. Lekin men o'zim olib bilmayman. Biz O'zbekistonda kripto birja ochish uchun ariza topshirganmiz. Nasib bo'lsa, kripto o'sha AAA exchange inshaalloh ochiladi. Qoraqalpog'istonda ham mining bo'yicha уже ishlayapmiz. Top 1% juda ham boshqacha bo'lyapti hozirgi vaqtda. Uni ustida ishlayapmiz. O'sha uchun hali e'lon qilganim yo'q. Shogirdlikka olib bilmayman, o'zim shogirdlikka olib bilmayman, но o'qishlaringiz mumkin. Data center nima deyiladi? Data center. O'sha data center ma'lumotlar markazi. Nega ko'rmaganga olyapsiz? Nimani ko'rmaganga olyapman? Onlayn kursingiz bormi? Yo'q. Menda onlayn kurs yo'q. Meni o'sha akademiyamda bor. Akademiya kurslari qancha? O'zlaridan bu so'rab olinglar. 15 marta aytdim. Olti oy o'qishda nimalarni o'rganamiz? 2 oy nazariya deyapman-ku, 2 oy nazariya, 2 oy o'sha nazariyada, ya'ni через день nazariya amaliyot bo'ladi. Nazariy praktika deydi. Keyin o'sha amaliyot bo'ladi. Amaliyot va nazariya o'qituvchilari alohida bo'ladi, biriktirilgan bo'ladi. U полностью o'sha sistemada hammasi yuritiladi, ko'rsatganimda. Sistemada AI sizni полностью analiz qiladi. Sizdagi kamchiliklarni полностью o'sha mentoringizga biriktirib beriladi va ular orqali ishlanasiz. 2 oydan keyin полностью backtest statistika, real test statistika hammasi 100 tadan 200 tadan statistikalar jurnal orqali yuritiladi. Даже shu yerda ham jurnali bor. Ko'rgan bo'lsalaringiz.
hozir ko'rsataman sizlarga. Tak. Расписание студенты посещаем. Торговый журнal. Mana bu yerda торговый jurnal bor, ko'rishlaringiz mumkin. Торговый jurnalda sizlarning amaliyotdagi полностью сделкалаringiz nimani, сделка qanaqa kiritiladi, полностью hammasi bo'ladi va bu narsani tahlil qilib beradi sizga. Tahlil qilib beradi, sizni полностью nazorat ostida bo'lasiz. 2 oy davomida hamma statistikalar yig'ilgandan keyin siz jonli savdolarda ishtirok etasiz. Jonli savdolarda nazorat asosida uyiga borib savdo qilaman, bibimning uyiga savdo qilaman, bunaqa bo'lmaydi. Trading halolmi? Конечно, trading degani olib sotish. Endi har xil yo'nalishi bor. Olib sotishda ham tarozdan urish bor-ku, harom bo'lib qoladi. Bozorda ham boshqa halol yo'nalishi bor, harom yo'nalishi bor. Futbolni ham o'ynash halol, stavka qilish harom. Hammasini o'zini uni ilmingiz bilan o'zingiz fikrlang, tafakkur qiling deyapti. Xudo, o'zingiz o'rganing. Mani aytganim bilan, domlani aytgani bilan emas, Alloh o'zingizga tafakkur berdi, miya berdi, ilm berdi, o'rganish uchun zehn berdi. Nima uchun ishlatishni xohlamaysiz? Buni yoki asrayapsiz biron kishiga sotish uchunmi? Miya, svejiy miya olamiz degan joy bormi? Aka, Ethereum nima? O'xshagan bank deydimi? Shunaqa bank ochish mumkinmi? Yoki shunaqa, biz o'zimiznikini ochamiz shunaqa. Akademiya qaysi profilda? 3 ta R Academy. .uz ya'ni .uz.